Sarlavhani. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yaqinda mana bu Rossiya hukumatiga tegishli bo'lgan inson, ya'ni Vladimir Solovyov tomonidan ba'zi bir bayonotlar berildiki, bu albatta o'zbekistonliklarni reaksiyasiga to'g'ri keldi. Э, O'zining ushbu videosini masalan hamma ko'rgan bo'lsa kerak, bular hozir ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda. Shu bilan birga mana shu o'zining videosida bergan bayonoti bo'yicha bizlar ham o'zimizni fikrimizni bildirmoqchimiz, ya'ni o'zimizni shaxsiy fikrlarimizni bildirmoqchimiz. Chunki bir hukumatga tegishli insonning ijtimoiy tarmoqda turib bunchalik ochiqchasiga boshqa bir mustaqil davlatning suverenitetiga tegishli gaplarni gapirishi va u yerga harbiy operatsiyalar o'tkazish kerakligi va bu bizning qiziqtirgan nuqtalardan biri deyishi bu albatta yaxshi emas. Mana shu masalada mana bu Kanadadan ekspertimiz Obidxon bilan suhbat qilmoqchimiz. Assalomu alaykum Obidxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Ziyodulla, va alaykum assalom. Rahmat. Mana Obidxon, mana siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak Solovyovni mana shu ko'rsatuvni. Lekin mani qiziqtirgan bir savol bilan boshlamoqchiman. U hukumatga tegishli yaqinda o'sha Rossiya rahbaridan qanaqadir bir mukofot ham oldi, medalmi, ordenmi oldi. Mana shu insonning ijtimoiy tarmoqda turib hozir urush ketmoqda deb endi Ukrainani nazarda tutdi va o'sha yerda ko'plab odamlarni o'ldirish kerak deb gapirayotgan gapi ham menga yoqmadi. Keling mana shundan boshlasak. Bu hukumatga tegishli insonni, normal bir insonning bayonotiga to'g'ri keladimi yoki unda qandaydir sog'lig'ida qanaqadir bir o'zgarish bor deb bilish kerakmi? Nima uchun bemalol bunaqa gaplarni o'ylamasdan gapiradi? endi Ziyodulla buni misol uchun albatta nomini bu insonni nomini ruschada Vorona deydi, qarg'a, bu qora qarg'ani. Buni Solovyov deb bulbulni nomi bilan atashimiz noto'g'ri. Bu qora quzg'unni, o'zi ham qora kiyinib yuradi. Bu qora quzg'unni aqlida buni haqiqatdan ham buni psixolog, yaxshi bir psixolog davolash kerak. Chunki o'sha ularni sig'inadigan o'sha ularni Injilida ham yoki bo'lmasa mana bu Bibliyada ham yoki Qur'oni Karimda ham hech qachon inson insonni o'limiga sababchi bo'lishi kerak emas. Shuning uchun ham bu gapirilgan insonlarni o'ldirishga chaqirayotgan inson bu nosog'lom inson bo'ladi. Bu meditsina tomonidan qaralganda ham buni psixologik kasali bo'ladi. Bu mana ko'rdingiz, O'zbekistonga nisbatan mana O'zbekistonni ham bosib olamiz degan gaplarini mana butun O'zbekistonda ko'plab mashhur insonlar gapiryapti. Endi bu ham bo'lsa o'zidan o'zi amalga oshmaydi-da. Bu ham bo'lsa bu hukumatga tegishli bo'lgan inson, hukumat tarkibida hukumatdan maosh oladigan insonni gapirayotgan gapi. Bu mana Qozog'istonni, O'zbekistonni va Ozarbayjon, Armanistonni bu tilga olib, mana shu davlatlar, chunki bu O'zbekiston, Qozog'iston va Ozarbayjon bu kuchli davlat. Finansiy, har tomonlama aholisi jihatdan ham juda ham kuchli davlatlardan biri hozirgi SNGda. Hozir bularni hammasini boyligini bir joyga qo'ysa, Rossiyadan ham o'tib ketadigan, ega bo'lib kelayotgan davlat. Buni Amerika Qo'shma Shtatlari ham dunyoning katta 7ligi 20si tan olayotgan davlatlarga hujumni boshlamoqchi. Ko'rib turibsizki, bundan bizga aniq bu shafqatsiz urush ochishga jalb qilyapti. Bu avvallari Jirinovskiyni oldidagi narsa Kremlning miyasida bo'ladi. Ana u do'zaxga qarab ketganidan keyin ana endi bu paydo bo'ldi. Shu o'rinda bir narsani aytaman. Ana Margo bor, mana kompyuterda rasmini ham qo'yib qo'ydim. Margo. O'shani eri Kasayan shunchalik haligi xudoni qarg'ishiga uchrab 6 oymi 1 yil mobaynida больницада yotdi. Hattoki o'shani ko'mayotganda tobutini ham ochib ko'rsatishmadi, chunki o'zini axlatiga bulanib ketib bo'ldi. O'sha ham xuddi mana shunga o'xshab
Markaziy Osiyo davlatlariga, Qozog'istonga va boshqa Kavkaz orti davlatlariga xuddi mana shunday fikr bildirib yurardi. Endi Yaratgandan so'rab qolamiz, bunga ham xuddi shunday narsa bordir. Ammo biz Yaratganni o'zi bunga jazo beradi deb kutib o'tirmasligimiz kerak. Biz ham harakat qilishimiz kerak. Biz ham Yaratganni bandasimiz. Shunday. Lekin bu nimanidir valdirab gapiraverishi mumkin. Agar bunday aql yurti fikrlab ko'radigan bo'lsak, mana 4 yil bo'ldiki Ukraina bilan urushda Rossiya charchab bo'ldi. O'zining mana shu ko'rsatuvida ham iqtisodga to'xtalib o'tyapti. O'zlarining iqtisodiy ham charchagani, iqtisodi og'ir ekanligini ham ta'kidlab o'tyapti. Lekin shunga qaramasdan hozirgi kunda o'zi mustaqil bo'lgan mana shu Markaziy Osiyo davlatlariga yana qayta maxsus harbiy operatsiyalar qilishga iqtisodiy jihatdan ham Rossiyaning kuchi yetadi deb o'ylaysizmi? Bular hozirgi kungacha o'ylaydiki, O'zbekiston, Markaziy Osiyo davlatlarini harbiy salohiyati Rossiyadan kuchsiz deb hisoblaydi. Endi keling mana O'zbekistonga oladigan bo'lsak, buni O'zbekistonda uchta desak, uchta qandda, yana O'shda, yana nimani eng katta, dunyodagi eng katta bazasi Tojikistonda bor. Bu yerda minglab askarlar va juda ham katta yuqori texnologiyalik ularni aviatsiyasi joylashgan. Albatta bu mana shularni kuchiga ishonadi. Albatta Rossiyadan bugun vagonlarga o'tirib Qozog'iston orqali kelishini bular tasavvur qilmayapti. Chunki qozoqlar ham bugun haligi sovg'a emas, padarka emas. Bular ham oyoqqa turgan, lekin Qozog'iston hukumati jim. Mana shu narsa bugun Qozog'iston hukumati jim, xuddi bizning hukumat jim bo'lgandek. Albatta bu yerda tushunamiz. Ehtimol biznikilar prezidentimiz juda ham og'ir bosuv insonlar. Bular taroziga solayotgan bo'lishar, lekin taroziga soladigan vaqt emas hozir. Endi hozir siz iqtisodiga qarab turib aytyapsiz. Endi aytadigan bo'lsak, bu Rossiya oligarxlarini pul urush bo'lishiga qaramasdan bularning boyligi ortishda davom etyapti. Bunga kim sababchi? Buni Rossiya oligarxi mana yaqinda Abramovich Qirg'izistonga keldi. Putin bilan birga yangi yildan oldin. Nima uchun keldi? Chunki albatta o'zini qanaqadir ishlab chiqarishlari, boshqa narsalarni o'sha Qirg'izistonga o'tkazib, Qirg'iziston orqali tarqatish. Qirg'izistonda ishsizlik katta, xuddi bizga o'xshab yoki boshqa joyga o'xshab, mana shu joyda o'zini Made in Kyrgyzstan deb turib o'sha joydan jo'natish uchun. Chunki bularning boyligi borgan sari ortib boryapti. Men o'ylaymanki, Rossiya agardaki Markaziy Osiyoga hamla qiladigan bo'lsa, hozirgi kunda buni iloji yo'q. Bu to'g'ri, buni tan olish kerak. Chunki ularni konflikti bor Rossiya Ukraina bilan. Ukrainani bostirmasdan, Ukrainani tinchitmasdan turib, Markaziy Osiyoga hamla qilmaydi. Birinchi xavf bu yerda. Qozog'istonning shimoli juda ham zaif. Shunday. Agarda mana shu aytganlarini qiladigan bo'lsa ham, hozir to'g'ri aytdingiz, Ukraina bilan ishni o'sha urushni to'xtatib, ma'lum vaqt o'zi tayyorgarlik ko'rib keyin qilishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham bu hukumat odamning bunaqangi ijtimoiy tarmoqda bayonot berishi, men o'ylaymanki, bu Rossiya hukumatining ham rejalashtirayotgan rejasi bo'lishi mumkin endi kelajakda. Lekin endi men o'zim shaxsiy fikrimni shu yerda aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda mana shu Markaziy Osiyo davlatlari mustaqil bo'lgandan beri hozir juda yuqorilab bormoqda. Ilmiy jihatdan ham, ekonomika jihatdan ham, geosiyosiy maydonda ham o'zlarini ko'rsata olyapti. Masalan, mana O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan qancha muammolarni yechdi, eshiklarni ochdi. Geosiyosiy maydonda O'zbekiston ancha tilga olinyapti. Iqtisod ham, ilmiy potensial ham yuqoriga qarab boryapti. Hamkorliklar rivojlanyapti. Mana qancha chet davlat, Yevropalar bilan birgalikda Samarqandda, mana O'zbekistonda qancha xalqaro yig'ilishlar o'tkazilyapti. Mana manimcha kuzda bo'ladi G20 tashkiloti davlatlar qatorida Qozog'iston va O'zbekiston prezidenti ham taklif qilinyapti. Undan tashqari mana
Ozarbayjon Markaziy Osiyoga qo'shilish taklifi va harbiy mudofaa bo'yicha ham qanaqadir hamkorlikni amalga oshirishni beryapti. Bilasiz, Ozarbayjon orqasida Turkiya turibdi. Bunaqa birlashib boradigan bo'lsa, albatta bu yerda Rossiya o'zining ta'sir kuchini endi yo'qotgan, lekin yana ham yo'qotib qo'yishni xohlamaganligi uchun mana shunday mafkuraviy qanaqadir ijtimoiy tarmoqlarda urushlarni olib boryapti deb o'ylayapman. Bularning eng xavfli tarafi shundaki, bu mafkuraviy fikr berishi Rossiyadagi xalqni ham shunga qarab undaydi. Eng yomon tarafi ham mana shunaqa. Men o'ylayman, mana shu mustaqil davlatlarning rivojlanishidan bular agressiv holatga tushib, jazavasi tutib, hozir har taraflama endi siqilib qolgan-u, izolyatsiyaga tushib. Harbiy tarafdan ham, iqtisod tarafdan ham. Shunga nima qilishini bilmasdan endi yo'lni Markaziy Osiyoga qaratmoqchiki, Markaziy Osiyo endi bu yuvosh davlatlar, qo'ldan hech narsa kelmaydi. O'sha 1855mi, 59-yillardagi holat bo'yicha fikrlayaptimi? Lekin hozir umuman boshqa holat, boshqa davlatlar shularni hisobga olmayaptimikan Rossiya? Endi bu yerda Ziyodulla, bilasizmi? Bu Markaziy Osiyo orqali, Buyuk Ipak yo'li orqali Pyotr birinchi ham harakat qilgan. Bilasizmi? Pyotr ham Markaziy Osiyo orqali Hind okeaniga chiqishga harakat qilgan. Hattoki Pyotr bir askarlari Jalolobodgacha kelgan tarixda. Mana shu Chuyskiy dolina deyiladi, Chuyskiy dolina. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston tashkil topguncha ham Chuyskiy dolina Rossiya Federatsiyasi, Rossiya tarkibida bo'lgan. Rossiyaning yeri bo'lgan. Rossiya kazaklari joylashgan. Mana shu hozirgi Bishkek va uni oblasti. Bu Jalolobod bilan nima qiladi bizni? O'zbekistonga bir paytlar Qo'qon xonligida bo'lgan, keyinchalik Qirg'izistonga qo'shib berilgan mana shu Jalolobodlar gacha kelgan, shular nimasida bo'lganda, bularni bir umrli orzusi. Bularni bir umrli orzusi Markaziy Osiyo xalqlarini bir umrli orzusiki o'ziga qul qilib olish, o'ziga xizmatkor qilib olish. Mana ko'rdingiz, 12-dekabr kuni mana o'zbekistonlik mehnat muhojirini urib o'ldirib qo'ygan bittasini. Bittasi hozirgacha reanimatsiyada yotibdi. Tojikistonlik bolani so'yib tashladi. Ko'ryapsizmi? Qirg'izistonliklar ham xuddi shunday muammolari bor. Qaraydigan bo'lsa, ozarbayjonliklarni gapirmasak bo'ladi. Ozarbayjonning samolyotini tushirdi, undan keyin Ozarbayjon diasporasidagi liderlarini Yekaterinburgda urib o'ldirib qo'yishdi. Nechtasini urib o'ldirib qo'ydi. Bu ham muammolar. Armanlarda ham xuddi shunday muammolar bor. Chunki Stepanakertami qaysidir bir joyda bularni Gruziyadan olib chiqib ketgan katta bazasi bor edi. Hozir u bazada hech narsa qolmagan. Chunki bu o'tdagi hamma qurol-yarog'larni Ukrainada urush uchun olib chiqib ketgan. Shuning uchun ham armanlar bugun u bazada quruq yer qolgani uchun ham armanlar hozir Rossiyaga o'z ovozini ko'rsatyapti. Bugun mana siz aytyapsizki, Ozarbayjonning orqasida Turkiya turadi. Biz bundoq qaraydigan bo'lsak, mana shu Turkiya NATOning a'zosi bo'lib, shuni qanoti ostiga kirmasligimiz uchun bo'layotgan narsa bu o'zi. Bugun O'zbekiston, Qozog'iston ham, endi Qirg'iziston bilan Tojikiston to'g'risida men to'xtab o'tmoqchiman, ularni siyosatiga aralashmoqchi emasman. Men o'zimni 3 ta prinsipim bor edi. Misol uchun, O'zbekistonning siyosatiga aralashmaslik. Ikkinchisi, O'zbekiston dindorlari to'g'risida gapirmaslik va din to'g'risida gapirmaslik. 3 ta prinsipim bor. Bularning sababi, ular mustaqil davlatlar. Din to'g'risida menda unaqa yetarli bilimga ega emasman, dindorlarga qarshiligim yo'q men. Shuning uchun ham bular to'g'risida, lekin bugunga kelib o'zingiz ko'rdingiz, mana ommaviy axborot vositalari orqali Rus patriarxi chiqib Markaziy Osiyodagi immigrantlar to'g'risida negativ fikrlarni bildiryapti. Ularni Bibliyasini qaysi joyda yozilganki, musofirga nisbatan musofirga zulm o'tkazish yozilganmikan? Afsuski yo'q. Bu narsa yo'q. Lekin bizni dindorlarimiz, bizni diniy qo'mitamiz yoki diniy nazorat, bilmayman buni nomi qanaqa, bular esa jim. Endi
aytadigan bo'lsa, nima uchun bular gapirmaydi? Undan tashqari mana diniy blogerlarimiz bor. Bular ayollarni yubkasigacha qarab gapirishadi. Mana Farg'onadagi ayolni ag'dar to'ntar qilib tashladi gapirib. Lekin birorta so'z shu bugungi kungacha gapirgani yo'q. Bilasizmi? Bulbuli go'yo. Uni boshqa hayvonga teksang, men uni bulbulga tenglashtiraman. Aytamanki, bulbuli go'yo kirsangiz minglab, Dubayga borsa ham blog chiqazadi. Xatga borsa ham blog chiqadi. Yo'lma-yo'l yurdi, yo'lda ketayotgan bo'lsa ham blogerlik qilib ketadi. Hamma ayollarning yubkasi bu torb boshqasi borni gapiradi. Lekin bugun millat obro'si, millatga tajovuz bo'layotganda jimjit. Hamma dindorlar jim. Dindor blogi bulbuli go'yo bo'lib yurgan bloger ham jim. Undan tashqari eng muhimini aytaman. Nikita Makarenko degan bloger bor. Juda ham faol. Bir yilmi oldin O'zbekistonlik degan bayroqni ko'tarib Amerika, Kanadaga boraman deb hamma bilan gapirishib yurdi. Endi bugun nima? U paytda mayli unga finansiy qilishardi, kimdandir mablag' olib kelib shu yerda O'zbekiston bayrog'ini ko'rib, yaxshi bizneslari bo'lsa, yaxshi oliygohlarda o'qisa, yaxshi joylarda o'shalar bilan uchrashib ko'rsatuvlar qilamiz. Men o'zim ham gapirishganman, o'zimga ham yozgan. Yaxshi biznesingiz bo'lsa, boshqangiz bo'lsa, adresingizni bering, biz O'zbekistonlik nimasi bo'yicha boradi. Bugun mana o'sha Nikita Makarenko ruscha zabon, ruscha gapiradi, o'zbekchani tushunadi, lekin o'zbekcha gapirmaydi, o'zbekchani ham chala-chulpa qilib bo'lsa ham gapiradi. O'sha ham jimjit. Hammasi Ilyos, Kamoliddin, Qudratxo'ja, mana shu nimalar, yaxshi Oliy Majlis deputatlari ham chiqib. Alisher Qodirov bugun gapirgan gapiga odamni kulgusi qistaydi. Kuchli siyosatchi, partiyani rahbari bunga e'tibor bermaslik kerak deb gapirdi. Alisher Qodirov janobi oliylari bunga e'tibor berib, bu davlat odami, bu davlat tomonidan maosh olib, davlat televideniyasini yurgizadigan inson gapirdi. Avvali siz bilan suhbat qilganimizda o'zbeklarni itga tenglashtirganda, bu gapirishganimizda bizni albatta undan keyin chiqib bu Ukrainalik provokatsiya ekan deb bo'lmagan gap. Rossiyalik edi o'sha. Ukrainalik bo'lsa marhamat ko'rsatsin shuni. Lekin buni ko'rsata olmadi. Ana endi men shularga murojaat qilaman, Nikita Makarenkoga murojaat qilaman. Ana u bulbuli go'yo diniy blogerga murojaat qilaman. Gapir. Lekin gapirmaydi. Undan tashqari, mayli biz hozir hammamiz o'sha mitga yopishib oldik, mit deb. Bechora Abdulaziz Komilovni hamma Rossiyani odami, Rossiyaga sotilgan, bu Rossiyani pasporti bor dedi, lekin Abdulaziz Mannopovich shunaqa bo'lmasdan turib Oliy Majlisda tribunada turib Rossiyani tan olmasligini, ularni joylari va Rossiya tajovuziga qarshi qattiq fikr bildirganlar. O'sha kishi bugun tashqi ishlar vaziri bo'lganda bunga allaqachon javob berilgan bo'lardi. Lekin bular hozirgacha sukut, tepadan nima topshiriq kelar ekan deb kutib o'tdi. Bu tepani nimaga endi hamma narsaga balogardon qilib prezident tiqish kerak. Har bir Rossiyani birorta bir siyosatchisi gapirsa ham prezidentdan chiqish kerakmi birinchi bo'lib? Ya o'zalla vazirlik, ministerstvo bu. Hozirgacha hech qanday javob yo'q. Menga eng alam qilgani tashqi ishlar vazirligi tomonidan hech qanaqa ta'sir bildirilmayotgani. Endi mana shu ijtimoiy tarmoqda bergan bayonotiga albatta mening katta reaksiyam bo'ldi, chunki biz mustaqil davlatmiz, bizning mustaqilligimizga qarshi shunaqangi tajovuzkorlik qilgani menga yoqmadi. Shuning uchun siz bilan bir suhbat qilaylik degandik. Masalan, mana bizning davlat bosiqlik bilan siyosatni olib boryapti. Yaxshi ketyapti. Misol uchun do'stona shaklda bizlarga murojaat qiladigan bo'lsa yoki yaxshi hamkorlikni murojaat qiladigan bo'lsa, albatta bizlar bu yo'nalishda albatta ular bilan muomalamiz yoki do'stligimiz yaxshi bo'ladi, hamkorligimiz.
Lekin tajovuzkorlik bilan, kuch ishlatish bilan, o'ylamasdan bunaqangi bayonotlar bilan chiqishi albatta bu to'g'ri kelmaydi. Endi yana bir savol tug'iladiki, ho'p, hozirgi kunda Rossiya bilan mana albatta hamkorligimiz bor. Rossiya bizga hozirgi kunda yangi innovatsion texnologiyalar bera oladimi? Bizga yangi nimalar bera oladi deb o'ylaysiz? Rossiya bizga hech narsa bera olmaydi. Bugungi kunda Rossiya bizga hech narsa bera olmaydi. Bizni zaif joyimizdan foydalanadi. Bizni eng bugungi kundagi zaif joyimiz prezident tomonidan qattiq ish olib borilyapti, lekin mana shu zaif joyimizni tugatish uchun. Chunki mana bu mehnat muhojirlarimizni o'sha yerdan olib chiqib ketish, minimallashtirish uchun qattiq ish olib borilyapti. Men o'zim bu narsaga guvohman. O'zim guvohiman. Mana Yevropa, Amerika va boshqa davlatlarga mana shu mehnat muhojirlarimizni yo o'zimizda ish o'rinlari yaratib bularni Rossiyadan qaytarib olish uchun ish olib borilyapti. Avvallari bir necha million edi, hozir kamaygan. Ammo borgan sari kamayib ham boradi. Bizni eng slabiy joyimiz shu. Bizga hozirgi kunda Rossiyadan texnologiya olamiz deb so'rashingizni o'zi kulgili. Ular berolmaydi, o'zi muhtoj. O'zi bitta kir yuvish mashinasi ishlab chiqara olmagan davlat sizga nima berishi mumkin? Rossiya tomonidan bitta ventilyator ishlab chiqaza olmagan davlat. Rossiyani shunchalik katta boyligi bo'lib turib bitta dron ishlab chiqara olmay, qoloq bir Eronnikini olib ishlatayotganini o'zi bu shu gapingizga javob bo'ladi. Siz aytingchi, bir Rossiyada biror marta biror joyda ko'rganmisiz kir yuvish mashinasi sentrifuga ishlab chiqazganmi? Yo'q. Hozirgi kunda agarda bunday Rossiya bilan taqqoslaydigan bo'lsak, mashina ishlab chiqarishdan ham yoki ilmiy salohiyat jihatda hozir Yevropa, Amerika, boshqa davlatlar bilan kuchayib borayotganligi, meditsina bo'yicha ham katta chet davlatlar bilan katta klinikalar ochilayotganligi, qanchadan qancha mutaxassislar chet elda o'qib qaytib kelayotganligi, o'quv masalasida va boshqa yo'nalishlarda ham sekin-sekin yuqori qarab chiqayotganimizni va innovatsion texnologiyalarni boshqa davlatlar bilan hamkorlikda olib kelib o'zimizda ham yaratayotganligimiz albatta bu ustunlikdan dalolat beradi va Rossiya hozir aytganingizdek bu tarafdan ancha orqada qolyapti. To'g'ri, hozir mana bu ikkalamizni suhbatimiz kimgadir yoqmaydi, kimdadir negativ fikrlar bilan chiqishi mumkin, lekin bu bor narsa. Hozirgi paytda bu shu yuqoriga qarab ketayotgan narsa, bu fakt bu. Yani o'zimiz ko'rib turibmiz bu narsalarni. Lekin Rossiya bizga innovatsion texnologiyalar, ilmiy yo'nalishlarda, boshqa yo'nalishlarda hamkorlik o'rniga bunaqangi tajovuzkorlik bilan bizga tashlanishi, albatta bu mustaqil davlat sifatida bizga bu narsalar to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Endi Rossiya tajovuzkor davlat bo'lib kelgan avvaldan. O'zingiz bilasiz, men bir mana shu Yefimov deganlari, yana Anishkin deganlari bo'lgan. Bular asosan o'sha Rashidov, Usmonxo'jayev davrida, keyin Nishonov davrigacha ana o'shalar, hattoki Karimov davrigacha ham ana o'shalar mustaqil bo'lguncha ham O'zbekistonni siyosatini boshqarib kelgan insonlar bo'lgan. Bu ham bo'lsa juda ham katta tajovuzlik insonlar bo'lgan. Bularni o'sha Anishkinmi yo Yefimovmi Novosibirskda bundan 5-6 yil oldin olamdan o'tdi. Bungacha hayot edi. Novosibirskdami shu atrof Sibir tomonda yashab olamdan o'tdi. Yefimov Podmoskvada yashab yuribdi hozirgacha, bilishim bo'yicha. Bilasizmi? Mana bu kinoni bilasiz, Otamdan qolgan dalillar degan YouTube'da kino bor. 92-yilda Karimov buni chiqishi bilan buni taqiqqa qo'ydirgan. Shu kinoni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men bugun Sovet sevar, SSR sevarlarga aytaman. Agardaki Rossiya qaytib kelib bizni qaytadan bosib olsa, bu SSR tikkalanmaydi.
teng huquqli davlatlar ittifoqi bo'lmaydi. Ular general gubernatorlikni olib keladi. Bu yerda general gubernatorlar boshqaradi. Xuddi Eronda Oyatullo turadida, yonida qo'g'irchoq prezident bo'lganda, xuddi mana shunaqa holatga olib keladi. Buni mamlakat rahbari juda yaxshi tushunadilar buni. Mamlakat rahbari juda yaxshi tushunadi. Lekin bizni zaif tomonimiz bo'lgani uchun ular bugun muvozanat saqlashga. Lekin bu bilan Tashqi ishlar vazirligini oqlayotganim yo'q. Tashqi ishlar vazirligi bugun zudlik bilan kechikib bo'lsa ham, albatta bu Solovyov, Margoni, Prilepin va boshqalarni publishni O'zbekistonga kirishini taqiqlash kerak va qabul qilingan qonun bor. Ana o'sha qonunni ishga solish kerak. Bugun to'g'ridan to'g'ri tajovuz bo'ldi. Chunki Qozog'iston ana o'sha o'zini axlatiga bulanib bo'lgan Kesayanni shunday qilgan, yana bir ikkitasini va ana shunday publishni Qozog'istonga kirishini taqiqlagan. Bir paytlar Nazarboyev ham Jirinovskiyni kirishini, hattoki Karimov Niyapsan bo'lsa Jirinovskiyni O'zbekistonga kirishini taqiqlagan edi. Mana shu narsani birinchidan qilish kerak. Nota beriladi. Mana misol uchun o'lim bo'yicha nota berildi. Undan oldingi bir ikki ishlarda nota berildi. Lekin bularning natijasini biror joyda biz bilayotganimiz. Xo'p, nota berdi. Zaxarova chiqib bir narsa deb gapirdi. Endi eng sizu tomoni shundaki, buni anavi Rossiya bu Rossiya Сегодня degan kanalni anavi boshlovchisi bor. Russia Today emas, Rossiya Сегодня degan bor. O'sha kelib O'zbekiston jurnalistlarga master klass ko'rsatib o'tiribdi. O'zini butun dunyoda persona non grata deb aytilgan inson O'zbekistonga kelib jurnalistlarga ko'rsatib beryapti-da. Va o'zimizni Sherzod Hojiyev master klassi qoyillatib ko'rsatib beradi. Bundoq qaraydigan bo'lsa, yoki bunaqalar juda ham eng muhimini aytmoqchi edim, esimdan chiqib qolmasin. Bir bulbuli go'yo nima blogercha jurnalistimiz bor. Anoraxon degan. U kishi ham jimjitlar bugun. Har doim hamma joyda gapirib yurardi, lekin u kishi ham jimjit bugun. Nimagaligini bilmadim. Lekin vaqtlari yo'qdir. Lekin bu ikki qator Facebookda yoki bir joyda gapirishchi, bugun har bir insonning vazifasi. Bugun mana shu tajovuzga nisbatan gapirish har bir insonning vazifasi. Amaldormi, oddiy insonmi, bu mustaqillikning himoyasi. Ba'zilar aytishi mumkin, bugun mahkumatdan noroziman, boshqaman, undayman, gapirmayman deyish mumkin. Yo'q. Bu mustaqillik bir marta beriladi. Agar buni ushlab qola olmasa, undan keyin boshqa mustaqillik berilmaydi. Chunki bu mustaqillik bu bizga osongina sovg'adek kelib tushdi. Shuning uchun ham buni qadriga hech kim yetmayapti. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, Grenlandiya bo'yicha butun dunyo nima ko'tarildi. Venesuelani gapirmasam ham bo'ladi. Buni hamma gapirdi. Lekin mana Grenlandiyani ko'ryapsiz. Grenlandiya uchun birorta Kanadaning siyosatchisi qolmadi, gapirmagan. Qolmadi. Butun Yevropaning siyosatchisi qolmadi, gapirmagan. Bor yo'g'i 53 mingta aholisi bor. 53 mingta. Undan tashqari Grenlandiyadagi bizneslarning 90% Amerikaniki ekan. Tushunasizmi? Agar Amerika bizneslari Grenlandiyadan chiqib kelsa, ularni faqatgina qarmoq bilan motorsiz qayga qolar ekan, xolos. Lekin shunday bo'lsa ham Grenlandiya o'zini mustaqilligi uchun kurashyapti. Haqiqatan ham to'g'ri aytyapsiz, chunki mustaqillik buni saqlab qolish ham o'z qo'limizda. Lekin shunga qaramasdan ba'zi bir insonlarning noto'g'ri fikrlari chiqadi. Agar Rossiya yana qaytarib o'ziga oladigan bo'lsa, qandaydir yo'l bilan endi hayotda bunaqa mustaqillikni berib qo'ymaydi. Ikkinchidan, bizni bu territoriyani, O'zbekiston territoriyasimi yoki boshqa davlat territoriyasimi, o'ziga resurslar, ya'ni manbalar o'chog'iga aylantiradi u yerda. Aholini ko'pchiligi yana o'sha Rossiyada ishlashga majbur bo'ladi, urush bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda bizni xalqni birinchi o'rinda jo'natadigan bo'ladi. O'zining oldingi ishlarini davom ettiradi. Albatta buning uchun jiddiy qarashimiz kerak. Shu bilan birga xalqimiz ham buni to'g'ri tushunishi kerak.
mana mustaqil davlat bo'lib qanchadan qancha eshiklar ochildi. Mana qanchadan qancha yoshlarga, ilmiy xodimlarga, olimlarga yo'llar ochildi, to'g'rimi? Mana chet davlatlarda o'qiyapti, chet davlatlarda nufuzli joylarga ishga kirib, mana O'zbekiston nomini ham ko'taryapti. Qancha. Bu narsalar mustaqil davlatsiz bo'lmas edi. Lekin shunga qaramasdan hozir Rossiyaning bunaqangi tajovuzkor harakati albatta bu mustaqil davlatimizga bo'lgan tajovuzkorlik deb tushunish kerak va bunga o'z vaqtida reaksiya ko'rsatib bir nima deydi, munosib javob bilan qaytarish kerak. Masalan, mana Ozarbayjon bir ikkita nimalarda munosib javoblar qaytardi. Shuning uchun hozir mana Solovyov o'zining gapida Ozarbayjonni tilga olmadi. Biladiki, ular joyida yana qaytaradi bunaqangi reaksiya berib. Xuddi shunday hozir bizda ham ijtimoiy tarmoqlarda faollar javob berishyapti, bu qonarli taraf. Lekin siz aytganingizdek, ko'pchilik birlashib, xalq birlashib, albatta bunday tajovuzkorlikka o'z vaqtida javob qaytarish kerak. Bugun har bir, men boya qaytarib o'tdim. Mana shu O'zbekistonni barcha o'zbekistonliklar yig'ilib kelib Rossiya elchixonasi oldida, konsulliklar oldida namoyish qilish kerak. Gapingni qaytarib ol yoki kechirim so'radi. Tajovuz emas, namoyish qilish kerak. Men Kalgaridan bugun qarayapman. Kalgarida Rossiyani konsulligi bormi yo'qmi? Tabiiyda bor bilaman. Ottavada elchixonasi bor. Agardaki shu yerda bo'lsa, men O'zbekiston bayrog'ini yelkamga tashlab, plakat yozib, adinoshni nimaga boraman. Hech kimni chaqirmayman oldimga. Boradiganlar bo'lsa marhamat kelinglar. Mana shu shanba, yakshanba kuni borib aytaman. Kechirim so'ra. Mana shu qarg'a quzg'un uchun, lekin uni nomini yozmayman. Yozganda Varona, Chorniy Varoning uchun kechirim so'ra deb boraman. Bu meni vazifam. Hattoki men O'zbekistonda yashamasam ham, O'zbekistonning soliq to'lovchi rezidenti bo'lmasam ham O'zbekiston vatandoshiman. O'zbekiston pasporti bor qo'limda. Buni ko'kragimga taqib olib boraman o'sha joyga. Men hech kimni qo'yonimga keladi agardaki konsulligi bo'lsa. Mana misol uchun o'sha Washingtonda elchixonasi bor, yana qaysidir Amerikadagi o'zbek vatandoshlar, o'zbek patriotlar bu chiqib olib bu anovi Farg'onalik ayolni yubkasini nima qilgandan ko'ra, mana hozir vaqt keldi. Mana haqiqiy gapiradigan, haqiqiy O'zbekistonlikligini ko'rsatadigan, millatidan, dinidan, elatidan qat'iy nazar har biri mana shu bugun birlashish kerak. Mana shu hukumat bilan bir o'shandagina bizning hukumatimiz tushunadiki, xalqim bor ekan deb. Xalqim emas, xalqim bor ekan deydi. Va shuning uchun buni kutib o'tirmaslik kerak. Qachon bu prezidentimiz bir narsa dirkiladi. Prezidentim nimani qilsin? Bu harakat qilish kerak. Bu yomonlik borib uni toshbo'ron qilmaslik kerak. Agar xuddi shu narsani, xuddi shuni Eron xalqiga yoki endi Eronning o'zida muammolar yoki borib bir Niderlandiyani yoki Polshani yoki bo'lmasam bir Indoneziya bir joyda xuddi shu gapni Solovyov gapirganida hozir Rossiya elchixonasini yer bilan yakson qilib tashardi. Allaqachon ular o'zi evakuatsiya qilardi. Yo bo'lmasam kechirim so'rardi. Mana Ozarbayjondan kechirim so'radi-ku. Kechirim so'radi. Mana o'sha Tojikistonda eng katta bazasi bo'lsa ham notani kirgizib, prokurori, ichki ishlar vazirligi hammasi nazoratga olgandan keyin Putinning o'zi Emomali Rahmondan kechirim so'radi. Eng muhimi bugun aytaman. Janoblar, hukumatdagilar, sizlarga bir narsani aytaman. Vaqti keldi. Rus familiyasidan voz kechish vaqtimiz keldi. Har bir o'zbek insonlarni endi mayli bugungacha bizanikini o'zgartirib pul sarf qilmaylik. Lekin bugundan boshlab tug'iladigan barcha farzandlarimizga o'zbekcha ism sharif beraylik. Endi Palonchiyev bo'lmasin, ana o'sha o'zimizni qanday o'zbekona bo'lsa, o'shanday ism berishni boshlaylik. Bugun mana shu katta javob bo'ladi. Va undan tashqari biz shu bularga ko'rsatib qo'yish uchun mayli bizani zaif tomonimiz bor, buni tan olamiz. Lekin bularga ko'rsatib qo'yish uchun birinchi buni boshlashimiz kerak. Undan keyin barcha ruscha yozuvlardan voz kechishimiz kerak. Ruscha yozuv hammasidan voz kechishimiz kerak. Men ruschani rusdan chiroyliroq gapiraman. Yozishda ham, o'qishda ham, gapirishda ham.
Facebookda mana 2 kundan beri ikkita postimga ataka bo'ldi. Bittasini fayliga kirib chiqsam, sobiq o'zbekistonlik rus ekan. Kirsam. Undan oldingisi qanaqadir nima bilan kirib, rus akkauntidan kirib o'zbekcha javob yozyapti menga. O'zbekcha. Ana o'sha Vladivostokdagi Xabarovskdagi o'ldirib ketilgan bola bo'yicha fikrimni yozib chiqqanim uchun o'zbekcha javob yozyapti menga. Ko'ryapsizmi? Endi rus josuslari mana sizlarga Amerikaga, Texasgacha yetib keldi, o'zbek millatiga mansub. Yana nima emish? Kanadaga, Amerikadagi emigrantlarga yordam berish uchun keldim. Chuchvarani xom sanabsan, seni yordamingga hech kim zo'r emas. U nima uchun keldi? U FSBni pulini beliga tugib keldi. Endi bu albatta bu yerdagi ko'rsatuvdagi suhbatimiz, bu albatta o'zimizning shaxsiy fikrlarimiz. Bu yerda biron bir xalqqa nisbatan, davlatga nisbatan bu yerda qarshiligimiz nimalar yo'q. Lekin albatta biron bir davlat mustaqilligiga bunaqangi tajovuzkorlik bilan muomalada bo'lmasi kerak. O'shaning uchun bizlar o'z fikrlarimizni Obidxon bilan bildirib o'tyapmiz. Yo'q, Obidxon, Ziyodulla, rus millatiga nisbatan hech qanday bizning husumatimiz yo'q. shunday. Millatga nisbatan. Biz Rossiya hukumatini so'zchilari, Rossiya hukumati nomidan hukumatiga ishlaydigan insonlar tomonidan bildirilayotgan fikrlarga javob qaytaryapmiz. Bir yuzlab rus do'stlarimiz bor. Rossiyada ham, O'zbekistonda ham, mana shu yashayotgan joyimizda ham juda ham ko'p rus do'stlarimiz bor. Ruszabon do'stlarimiz bor. Ularga nisbatan zarracha husumatimiz yo'q. Lekin ularni o'zidan telefon qilib menga aytishdiki, kechirasan, ana shunaqa bizni vatandoshimiz Rossiyani shunaqa kanaldan shunaqa bildirdi. Faqat bu Rossiyada ruslarni fikri emas. Bu militarik fikrlar, ular sizlarga nisbatan g'azab otiga mingan hukumatning fikrlari deb aytganlari bo'ldi-da. Xuddi shunday. Hozir to'g'ri gapirdingiz, g'azab otiga mingan deb. Albatta dunyoda ancha izolyatsiyaga tushib qolgandan keyin shunaqa jazavasi ham tutyapti. Albatta bizlar masalan Rossiya bilan ham yaqindan hamkorlik, do'stona munosabatda bo'lishni xohlaymiz. Faqat Rossiya emas, umuman dunyodagi mamlakatlar, boshqa mamlakatlar bo'yicha. Hozir prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan siyosat ham shu bosiqlik bilan, hamma bilan hamkorlikda, teng huquqlikda olib boriladigan siyosat. Bu albatta yaxshi. Shuning uchun bugun faqat mana shu bir insonni o'ylamasdan shunaqa o'zining bayonotini berishlari albatta bizlarga yoqmadi. Ya'ni mustaqil davlat bo'lgan O'zbekistonga ham yoqmadi deb o'ylayman. Shuning uchun juda katta muhokamalar bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda. Obidxon, sizga katta rahmat o'z fikrlaringizni bildirganingiz uchun, mana shunga reaksiya berib javob berganingiz uchun va keltirgan ba'zi bir mana shunday misollaringiz uchun katta rahmat. Agarda yana bir beradigan qanaqadir fikrlaringiz, takliflaringiz bo'lsa, marhamat, bo'lmasa ko'rsatuvimizni yakunlasak ham bo'ladi. Barcha fikrlarni gapirib o'tdim. Bugun mana shu qora quzg'unga qarshi fikr bildirish, bu qora quzg'unni gaplariga kechirim so'rattirish, u emas. U mana shuni rahbarlari tomonidan, eng oliy rahbarlar tomonidan O'zbekistondan kechirim so'rashini talab qilish har bir o'zbekistonlikning vazifasi. Bu faqatgina bu Qudratxo'jaga qarab qolgan emas, yoki bo'lmasam yana qandaydir blogerga, jurnalistga qarab qolgan emas. Har bir insonni fikri bo'lishi kerak. Shunday. Albatta Rossiya hukumati ham O'zbekistonni o'ziga teng bilib, do'stona munosabatda bo'lish kerak. Bunaqangi o'zining ba'zi bir insonlarni chiqartirib, o'zining fikrlarini ular orqali yetkazish kerak emas deb o'ylayman. Sizga katta rahmat, Obidxon. Shu bilan Mayli, Ziyodulla, sog' bo'ling. ko'rsatuvni yakunlaymiz. Hurmatli yurtdoshlar,
Bugungi ko'rsatuvimizda Kanadadan ekspertimiz Sobitxonni taklif etdim. Bu albatta o'zimizni shaxsiy fikrlarimiz. Shu bilan sizlar bilan xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Ishlaringizga omad, Obidxon. Rahmat. Xayr. Na, o'ldi mana.